Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ruhan salomat bo'lish uchun, nafaqat ruhan, balki jismonan sog'lom bo'lish uchun qanaqa ovqatlanish kerak, nimalar yeyish kerak, nima uchun aynan shunaqa qilish kerak tushuntirib beraman. Ruhiy salomatlik, jismoniy salomatlik barchasini asosida ovqatlanish yotadi. To'g'ri ovqatlanish. Juda ham ko'p hazm tizimidagi muammolar to'g'ridan to'g'ri miyaga o'zini zararini beradi. Nima uchun desangiz, men sizga aytaman. Bizani ichaklarimiz bilan miyani o'rtasida, miya qanaqa yozsa endi miyani? Miyada ikkita y yozaymi, bitta y yozaymi, har doim o'ylayman, mayli bitta yozamiz. Xo'p, miya bo'la qolsin, mana. Ichaklarimiz bilan miyamiz o'rtasida bizni bog'laydigan ko'prigimiz bor. Ko'prik. Bog'laydigan yo'limiz bor. Bu ko'prigimizning nomi adashgan nerv. Nomi shunaqa endi. Ya'ni adashgan nerv aynan hazm tizimiga kelib tugaydi. Va mana shu ko'prik bizani hazm tizimimiz, ichaklarimiz bilan miyamiz o'rtasidagi bog'liqlik ovqatlanish va uni qanaqaligi inson hayotida, inson ruhiy salomatligida qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beryapti. Insonni hazm tizimidagi muammolari to'g'ridan to'g'ri asabga, miyaga ta'sir qiladi. Qanaqa qilib? Serotonin, baxt gormonini bilsangiz kerak. Serotoninning 90% aynan hazm tizimida ishlab chiqariladi. Qolgan 10% miyani o'zida. To'g'ri, hazm tizimidagi serotonin to'g'ridan to'g'ri bizning kayfiyatimizga ta'sir qilmaydi. Lekin u ko'p narsani belgilab beradi. Insonni hazm tizimi qanchalik sog'lom, to'g'ri ishlashi, mikroflorasi qanaqa bo'lishi va boshqa juda ham ko'p aspektlarga ta'sir qiladi-da, shu orqali insonning ruhiyatiga ta'sir qiladi. Mana men sizlarga hozir qisqacha tushuntirib bermoqchiman, qanaqa muammolar bo'lishi mumkin insonlarning hayotida salomatligi bilan bog'liq, hazm tizimi bilan bog'liq va ular qanaqa qilib o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin tanaga. Birinchidan, hozir 100% emas, 99.9% odamni tekshirsangiz, unda oshqozonida aynan kislotalilik kam. Nimaga bizda kislotalilik kam va bu nimaga olib keladi? Agar sizni hazm tizimingizda kislotalilik kam bo'lsa, bu eng yomon asoratda yeyotgan go'shingiz hazm bo'lmaydi. Ovqat oshqozonda hazm bo'lmasdan turib qoladi deb bijg'iydi. Bijg'ish jarayoni ketadi. Va shuning natijasida siz ko'rishingiz mumkin, ayniqsa bolalarda, yosh bolalarda. Nimagadir go'sht yeyishni xohlamaydi bolalar. Nimaga? Chunki hazm bo'lmaydi go'shti. Nimaga hazm bo'lmayapti? Gijja sabab bo'lishi mumkin. Lekin eng asosiy sababi mana oshqozondagi kislotalilik kamligi hisobiga bo'lyapti. Xuddi shunaqa insonlarda ham. Agar sizni oshqozoningizda kislotalilik kam bo'lsa, demak sizni hazm jarayoningiz oqsayapti. Demak siz yeyotgan oqsillaringiz hazm bo'lmayapti. Tovuq bo'ladimi, baliq bo'ladimi, molmi, qo'ymi, nimani go'shtligini farqi yo'q. Siz yeyotgan ovqatingiz kerakligicha hazm qilinmayapti va achib qolyapti oshqozoningizda, turib qolyapti. Va yeyotgan ovqatingiz oddiy qilib, o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsa, yuqmayapti sizga. Bu birinchi muammo. Nimaga kislotalilik kam bo'ladi desangiz, ovqatlanishimizga bog'liq bu. Siz asosan kun davomida bir kunlik ovqatlanishingizni tahlil qilib ko'rsangiz, hech qanaqa nordon ta'mli, kislotali mahsulot yemaganingizni tushunib yetasiz.
Masalan, siz oldingizga limon bilan banan qo'yib qo'ydi. Qaysi birini tanlaysiz? Rukola, ya'ni salat bargi rukola bilan bu tarafiga shashlik qo'yib qo'ydi. Qaysi birini tanlaysiz? Yoki bo'lmasam, bodring bilan rukolani qo'yib qo'ydi. Qaysi birini tanlaysiz? Biz yaxshi ko'rib iste'mol qiladigan mahsulotlarimiz kam nordonlikka ega. Sog'lom hazm tizimi uchun esa nordonlilik yetarli bo'lishi kerak. Bizani hazm tizimimizda. Ikkinchi eng katta muammo bu bizani mikrofloramizdagi mikroflora. Mikroflora nima o'zi? Nima bu? Mikroflora bu bizani hazm tizimimizdagi kichkinagina mikroorganizmlarni yig'indisini biz flora deymiz. Hozir xayolimga shunaqa fikr keldi. Flora и fauna degan ko'rsatuv ham bo'lardi. Flora degani jamlanmasi. Kichkina tanamizdagi hazm tizimimizdagi to'g'rirog'i mikroorganizmlarning jamlanmasi. Mikrofloramiz ikki xil bizani. Odamlarning mikroflorasi ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi patogen. Patogen degani odamga kasallik olib keladigan flora. Ikkinchisi foydali flora. Foydali flora. Agar sizni floringizda foydali mikroorganizmlar ko'proq bo'lsa, siz ruhan sog'lomroq bo'lasiz. Foydali mikrofloralarni rang-barang bo'lsa, turli xil bo'lsa, xili ko'p bo'lsa, siz yana ham sog'lomroq bo'lasiz. Lekin kasal qiluvchi flora ham bizda bor. Biz nima orqali ko'paytiramiz kasal qiluvchi florani? Hazm tizimimizdagi kasal qiladigan florani biz birinchi navbatda un, oq un mahsulotlari, shirinliklar, sut mahsulotlari ham ta'sir qiladi. Shular orqali biz asosan ko'paytiramiz va barcha siz biladigan zararli ovqatlar. Xo'p, mikroflorani foydali qilishingiz yana nimaga yordam beradi? Immunitet zo'r bo'lishiga yordam beradi. Kam kasal bo'lishga yordam beradi. Mikroflorasi rang-barang va foydali mikroorganizmlarga boy insonlarni miyasi aniq, tiniq ishlaydi. Bilasizlarmi, bir xilga insonlar aytishadi. Manda tuman в голове deyishadi. Shunaqa simptomlar bor. Tuman в голове, ya'ni boshdagi tutun degandek, xuddida endi-da, mana shunaqa. O'zbekcha aytadigan bo'lsak. Mana shunaqa ощущение. То есть miya aniq, tiniq his qilmayapti-da, o'zini ishlamayapti-da, balki qanaqadir tutunlarning ichidagidek qanaqadir g'ira-shira deymizmi, ish qilib xira ishlayapti. Xira. Mikrofloram foydali mikroorganizmlarga boy bo'lishi uchun, rang-barang bo'lishi uchun nima qilishim kerak desangiz, men sizga aytaman. Siz rang-barang ovqatlanishingiz kerak. Siz yeyotgan ovqatlarning ichida oqsilli bir necha xili bo'lishi kerak. Uglevodlarni prostoyi oddiysi emas, oddiy uglevod emas, oddiy tez hazm bo'ladigan uglevod bu shakar bilan un. Yo'q. Murakkab uzoq vaqt davomida hazm bo'ladigan uglevodlar kerak va ular rang-barang bo'lishi kerak. Yog'lar bo'lishi kerak. Bo'lganda ham foydali yog'lar bo'lishi kerak. Chunki yog'larning har xili bor. Bundan tashqari, deylik, kletchatkalar haqida gapirsak, kletchatkalar bizani hazm tizimimizdagi mikroorganizmimiz yeydigan ovqat. Mana shu ham rang-barang bo'lishi kerak. Kletchatka bu o'simlik tolasi degani. O'simlik tolasi nimada ko'p desangiz, o'simlik tolasi albatta o't o'lanlarda ko'p bo'ladi, ko'katlarda ko'p bo'ladi. Pishmagan ovqatlarda ko'p bo'ladi. Masalan, pishmagan ovqat deganda pishmagan sabzavotlar nazarda tutilyapti. Sabzini pishirib yemadingiz, sabzini xom yedingiz. Demak, yaxshi kletchatka yedingiz va hokazo. Demak, mikrofloramizni yaxshi ko'rinishga keltirish bizning maqsadimiz bo'lishi kerak. Kislotalilik kamligi, mikrofloradagi muammolarni aytdim. Hazm tizimimizdagi navbatdagi muammo bu bizani hazm tizimimizdagi shilliq qavatlarimizni yaxshi holatda emasligi.
Tasavvur qiling, sizni shu oshqozoningizni agar tasavvur qiladigan bo'lsak yoki ichagingizni yuzasini tasavvur qilaylik. Har bitta organning yuzasi bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu deylik o'sha hazm tizimidagi shilliq qavat epiteliyning yuzasi. Bu yuzada har safar sizni shu hazm tizimingizni razdrajat qiladigan, yoqmaydigan, noto'g'ri, toksichniy, zararli mahsulot yeganingizda xuddi yara paydo bo'ladi o'tda. Yoki shilinib qolish deymizmi? Qanaqa tushuntirsam sizlarga? Mana shu joyda butunlik buziladi-da, xullas. Shilliq qavatini butunligi buziladi mana shu joyda. Shilliq qavatini butunligi buzildi degani, siz iste'mol qilgan ovqat keyingi safar yeganingizda qanaqa ovqat bo'lishiga bog'liq ravishda mana shu butun bo'lmagan joydan qonga o'tadi degani. Qonga o'tdi degani to'g'ridan to'g'ri o'zini ta'sirini butun tanaga berdi degani. Tushunyapsizmi? Masalan, sut ichdingizda, sutingizni ichidagi laktoza tushdi mana shuga. Bu sizni tanangizga o'zini ta'sirini ko'rsatadi, allergiya chaqirishi mumkin, har xil boshqa simptomatikalar berishi mumkin, yaxshilikka olib kelmaydi. To'g'ridan to'g'ri qon tizimiga tushgandan keyin butun tanani aylanib chiqadi-da, bu zararli modda. Sizni tanangizga kerakli yoqimsiz simptomlarni beradi, salomatligingizga yomon ta'sir qiladi. Demak, xulosa nima? Bizning hazm tizimimizdagi shilliq qavatlarimiz hammamizda xafa. Hammamizda xafa, ishonaveringlar. Hech kim shilliq qavatini ustida ishlamaydi. Hech kim o'zini shilliq qavatini davolash uchun, misol uchun, har kuni 2 mahal ilikli suyakdan bulyon qilib ichmaydi. Yoki bo'lmasa, glutamin ichmaydi hech kim. Bu hech kim xayoliga ham kelmaydi. Hamma simptomlarni davolab yuraveradi odamlar. Lekin ildiziga kelmaydi. Sizni tanangizdagi istalgan kasallikni asosi sizni noto'g'ri ishlayotgan hazm tizimingiz. Xo'p, endi siz aytishingiz mumkin, muammolar ko'p ekan, tushundik muammolarni. Yechim qayerda deb. Yechim albatta mana shu muammolarni hal qilishda. Ya'ni, masalan, boshida aytganimdek, agar bizani hazm tizimimizdagi kislotnostni past kislotnostni normaga olib chiqishni xohlasak, biz ratsionimizda nordon narsalarni iste'mol qilishimiz kerak. Bu limon suvi bo'lishi mumkin yoki organik olma sirkasi bo'lishi mumkin. Bu nordon ta'mga ega bo'lgan ko'katlar bo'lishi mumkin. Eng mashhuri rukola. Hatto shulardan boshlang. Limon oling, rukola oling va iste'mol qiling. Sizga ta'mi yoqmaydigan nordon narsalarning hammasida shu kislotnost, nordonlik borda. Siz shundan foydalanishingiz kerak. Bu mahsulotlarni ratsioningizga kiritsangiz, sizdagi gijja bor-ku, mana glisti deymiz. Mana shu gijjani ham miqdori kamayadi. Hazm tizimida yashayotgan gijja siz yeyotgan unli mahsulot, shakarli mahsulotni evaziga tirik yashayapti. Lekin siz unli shakarli mahsulotni kamaytirib, kislotaliligi yaxshi bo'lgan limon, organik olma sirkasi, rukoladan foydalanadigan bo'lsangiz, sizni mana shu hazm tizimingizda o'zbekcha aytadigan bo'lsak, qurtlar deymiz-ku, qurti bor ekan deymiz-ku. Mana shu qurtlarni yashamasligi uchun, o'lishi uchun, ketishi uchun yaxshi sharoit yaratib bergan bo'lasiz. Lekin siz aksincha, deylik, unli, shakarli mahsulotlarni maza qilib, pechenka, boshqalarni yesangiz, siz demak o'zingizni hazm tizimingizda ularga sharoit yaratib beryapsiz, ular mazza qilib, udovольствие olib yashashi uchun. Bundan tashqari yana bitta muhim narsa bor. Hozir mikrofloraga o'tganimizda aytaman. Demak, tushundinglar? Kislotnostni yaxshilash uchun kislotali narsa yeyish kerak. Masalan, limonni salatlarga suvini siqib yeyapsiz. Yoki bo'lmasam limonni suvi qo'shilgan oddiy suv ichyapsiz. Yoki organik olma sirkasini olasizda, zo'r narsa. Kstati,
mana shu organik olma sirkasini natijasida bolalarimni go'sht yeyishga o'rgatdim. Kattami ayniqsa. Umuman go'sht yemaydigan bola go'sht yeyishga o'tdi. Nimaga? Chunki boya aytganimdek, hazm tizimida kislotalilik yaxshilandi, gijjalarni o'sishi uchun sharoit yomonlashdi, ular kamayishni boshladi, hazm yaxshilandi. Shuni hisobiga ovqat oshqozonda bijg'ib qolib ketmagani hisobiga ko'rib turganinglardek bola go'sht yeyishni xohlayapti. Bizani ham, kattalarni ham yegan go'shtimiz yuqishni boshlaydi o'zimizga. Nimaga? Chunki depressiyada aynan go'sht va go'shtli mahsulotlarni yeymiz, lekin yuqmaydi bizga. Bizga uni yuqish kerak, hazm bo'lishi kerak. Chunki uni ichida B guruhi vitaminlari bor. Ular juda ham foydali. Ular insondagi tushkun kayfiyat, trevoga hammasiga yordam beradi. O'shaning uchun ham aytayapman-ku, hazmdan hammasi. Endi ikkinchi qismiga o'taman, qizlar. Qanaqa yeyishim kerak desangiz, yana bitta narsani aytishim kerakki, ovqat, mana go'shtli ovqat yeyishingizdan yarim soat oldin masalan suvga, bitta stakan suvga bitta ikkita choy qoshiq limon qo'shib ichsangiz, bir oy shuni qiling, vobshe zo'r natijaga chiqasiz. Har bitta yeyotgan go'shtli mahsulotingizni oldida doim salatni bargi bo'lish kerak. Rukola bo'lsa, undan ham zo'r. Bu ham zo'r yordam beradi. Endi hazm tizimimizdagi mikroflora, kichkina flora. Flora bu shu tirik organizmlarni jamlanmasi. Mikrofloramizni nima qilishimiz kerak desangiz, men aytaman. Agar siz un, shakar ko'p yeyotgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, yeyotgan shirinliklaringiz. Bu sizdagi kandida degan bitta opa borlar bizani hazm tizimimizda. Bizani hamma ayol tanish kandida bilan. Hammanglar bilasizlar. Qatdan bilasizlar? Chunki biz ayollar молочница ko'p bo'lamiz. Gribok deydi, boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, aynan bizning jinsiy a'zoyimizda qichishish, achishish, qizarish, shish, tvorogga o'xshagan, sutga o'xshagan qanaqadir yoqimsiz hidi yomon выделениyalar hammasini keltirib chiqarayotgan mikroorganizm mana shu kandida bo'ladi. Kandida hamma organizmda bor, har bir tanada bor, lekin uni nisbati normada bo'lib turishi kerak. Unni shakarni ko'p iste'mol qiladigan ayollarda kandida oshib ketadi-da. Buni natijasida o'sha boyagidagi qayta va qayta молочницаlar bo'laveradi odam, ayol. Keyin nimaga hozir buni aytyapsiz? Meni ruhiy salomatligim uchun nimaga bu ahamiyatli desangiz, men sizga aytamanki, kandida ko'payib ketsa, nafaqat boyagidagi insonda yoqimsiz hislar bo'ladi, balki boshda yasnost, tiniqlik yo'qoladi, xiralik boshlanadi boshda. Bilasizmi? Fikrlaringiz tiniq, aniq bo'lmaydi. Ruhiy holatingizga yomon ta'sir qiladi. Tanada kandida ko'pligi, florani yaxshi emasligi, hazm tizimidagi muammolar hammasi borib depressiya, trevogaga olib keladi. O'shaning uchun ham bu juda ham ahamiyatli. Xo'p, demak, un shakarni butunlay to'xtatmasangiz ham, lekin miqdorini kamaytirishingiz kerak. Agar sizda tanlov bo'lsa, masalan, bitta bulochkani yeymikin yo bitta olmani yeymikin desa, siz olmani tanlang. Bananni yeymi, olmani yeymi desa, siz olmani tanlang. Ko'k bananni yeymi, sariq bananni yeymi desa, siz ko'k bananni tanlang. Shunda yaxshi bo'ladi. Shunaqa to'g'ri tanlov qilishni bilishingiz kerak. Demak, floramizni yaxshilash uchun biz turli rang-barang ovqatlarni yeyishimiz kerak. Turli xil ovqat. Tushunasizmi? Yeyotgan ovqatimiz bir xil bo'lishi kerak emas. Turli ovqat bo'lishi kerak. Mana galochka ham qo'yib qo'ydim. Nimaga? Agar siz foydali bo'lishiga qaramasdan bir xil ovqatlansangiz, ya'ni ertalab turdingizda har kuni bo'ladi-yu shunaqa insonlar 5-6 ta yaxshi ko'rgan mahsuloti bor. Shu 5-6 tani aylantirib yeyaveradi. Masalan, ertalabga faqat kasha yeyishi mumkin odamlar. Yeganda ham qanaqa kashalar? Manniy kasha bo'lishi mumkin, ovsyankali bo'lishi mumkin, guruchli bo'lishi mumkin va hokazo. Endi shu yerdan ikkitasini shunday chiqarib tashlaymiz. Manniy kasha bilan guruchli kashani nimaga? Manniy kasha umuman ozuqavilikka ega emas. Guruchli kasha быстрый углевод, tez hazm bo'ladigan uglevod. Guruch bilan ovsyanka tursa, urg'uni men ovsyankaga bergan bo'lardim. Xo'p. Lekin xuddi shunaqa ketma-ketlikda har kuni faqat kasha bilan nonushta qiladigan insonlar bor.
Bu noto'g'ri, bu nosog'lom. Endi obedga keladigan bo'lsak, obedda ham har kuni deylik osh yeydigan insonlar bor, oshni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar bor. Oshni ichida nima bor? Oshni ichida tez hazm bo'ladigan guruch bilan go'sht bor. Go'sht okey, yaxshi, guruchchi. To есть biz faqatgina o'zimizni kandidamizni boqyapmiz. Sizlar o'ylamanglar, faqat un shakar bilan biz kandidani boqamiz deb. Biz o'zimiz yeyotgan tez hazm bo'ladigan oddiy uglevodlar bilan ham kandidani boqyapmiz. Va floramiz shunga yarasha rivojlanyapti. Bir kunda 10 xil narsa, 15 xil narsa yesak, 10-15 xil mikroorganizm paydo bo'ladi bizda, o'sadi, rivojlanadi. Hazm tizimimizda, ichimizda. Bir kunda 3-4 xil narsa yesak, demak bizni hazm tizimimizdagi mikroorganizmlarning rang-barangligi ham shunga yarasha bo'ladi. Bu mikroorganizmlarning rang-barang bo'lishi bizga kerakmi? Albatta, so'zsiz kerak. Rang-barang mikroflora bu sog'lom, kuchli mikroflora degani. Bu zo'r ruhiyat bilan zo'r jismoniy holat degani. Bu вообще бомбический immunitet degani. O'shaning uchun ham men sizlarga yuboraman ovqatlarni kundaligini, ana shu kundalikdagi ranglarga qarab, ovqatlarning rangini tanlab, rangli ovqatlanishingiz kerak bo'ladi. Men sizga ovqatlanishni kamalagini jo'nataman. Adashmasam shunaqa nomlanardi. Bu anaqa qog'ozimiz. Xolodilnigingizga olasiz, boyagi qog'ozni shunday yopishtirib qo'yasizda, har kuni tekshirasiz. Tak, men bugun yashil rangli narsa yedimmi? Qizil rangli narsa yedimmi? Sariq rangli narsa yedimmi deysizda, pastda spiski ham bor. Nima kiradi sariq rangli ovqatga, qizilligi nima kiradi, yashilligi nima kiradi. Ratsionni rang-barang qilishni o'rganasiz, sog'lom bo'lishni xohlasangiz. Xo'p, bu haqida gaplashdik. Boya men sizga tushuntirganim kabi, hazm tizimimizdagi shilliq qavat, ya'ni uni o'rab turadigan shilliq qavatni sog'lomlashtirish, butun qilish, bu sog'lom ruhiyat va sog'lom tanani garovi. Qanaqa qilib biz o'zimizning hazm tizimimizdagi shilliq qavatimizni sog'lomlashtirishimiz mumkin? Buning uchun zo'r rekomendatsiya birinchi navbatda albatta bu ilikli suyakni bulyoni. Men bu bo'yicha sizga zo'r retsept beraman. Albatta men bergan retsept bilan ana shu bulyonni tayyorlab, bir kunda 2 mahal ichishingiz shart, minimum 1 oy. Ikkinchi tavsiya bu Healthy Gut degan zo'r parashok bor. Healthy Gut degan zo'r parashok bor. O'zingizga yoqadigan vkusini olib ichishingiz mumkin. Bilasizmi, biz sog'lom bo'lishimiz uchun bizani o't suyuqligimiz yaxshi aylanishi kerak. Yaxshi ajralishi kerak, yaxshi konsistensiyada bo'lishi kerak, suyuq bo'lishi kerak, har doim oqib turishi kerak. Agar bizani o't pufagimiz, o't suyuqligimiz yaxshi harakatda bo'lmasa, yaxshi ishlamasa, bu butun tanadagi muammolarga sabab bo'ladi. Agar o't suyuqligi yaxshi ajralsa, gijjalarga ham bu yomon sharoit yaratib beradi va gijjalar ham yo'qoladi. Eng asosiy narsani men sizlarga aytmadim. Siz har bir luqmani, ya'ni har bir luqma og'zingizga olgan ovqatni 33 marta chaynashingiz kerak. Nimaga? Chunki bu biz yeyotgan ovqatni mexanik maydalanishiga yordam beradi. Ovqat og'izni o'zida so'lakni tarkibidagi fermentlar bilan hazm bo'ladigan yaxshi holatga keladi, bir-biriga aralashib. Ovqatlanayotgan vaqtda suv ichish kerak emas deb nimaga aytishadi? Chunki siz ovqatingizni shu darajada yaxshi chaynab, maydalab tashlashingiz kerakki, og'izdagi so'lak yetarli bo'lsin. Ovqatni hazm tizimiga tushishiga, yengilgina tomoqdan silliqqina o'tishiga yetarli bo'lsin shu narsa. Ovqatingizni yaxshi chaynamadingizmi?
bu chaynalmagan, maydalanmagan ovqat bilan, mexanik maydalanishdan o'tmagan ovqat bilan hazm tizimi hech narsa qilib bera olmaydi sizga. Bugun uzoq to'xtalmayman, qanaqa mahsulot yeyishingiz kerak, nima qilishingiz kerak, lekin bitta zo'r life hackni sizga aytaman. Qarang. Agar siz tushkun kayfiyatda bo'lsangiz, masalan, ertalab uyg'ondingizda nastroyeniyingiz yo'q. Qanaqa qilib qisqa muddatning ichida hech qanaqa dori ichmasdan o'zingizdagi ana shu tushkunlikni bartaraf qilishingiz mumkin. Siz pishloq olasiz. Sir. Uni обязательно asal bilan birga yeysiz. Mana shu kombinatsiya juda ham zo'r kombinatsiya. Bu kombinatsiya sizdagi baxt gormonlarini ishlab chiqishini to'g'rirog'i ta'minlab beradi va nastroyeningizni zo'r korreksiya qiladi. Bundan tashqari juda ham ko'p mahsulotlar bor. Nastroyeniyaga ta'sir qiladigan, masalan, 70% dan yuqori bo'lgan shokoladlar, kakaoning miqdori, achchiq shokoladlar, ular ham ta'sir qiladi. Yoki boshqa. Bu haqida men alohida post qilaman. Qanaqa bozorlik qilish mumkin, qanaqa ovqatlanish mumkin, menyu va boshqa tavsiyalarni sizlar keyingi publikatsiyalarda ko'rasizlar. Mana shu videoni tagiga o'zingizlarni qiziqtirgan barcha savollarni yozib qoldiringlar va bu mavzuni biz hali to'ldiramiz.